Assalomu alaykum Fahriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Eldor akamizni qo'y fermalaridamiz. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylarning narxini akalar sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa akalar bittada like bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz. Bugun hafta kunimizga payshanba 30-iyul 2026-yil. Akalar videoni o'tkazmasdan oxirigacha mazza qilib, like bosib, tomosha qilaverasizlar. Bu yog'ida Eldor akamiz. Assalomu alaykum Fahriddin. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Fahriddin Uz kanalining aziz obunachilari. Bugungi videolarimizda o'tkazib olmasdan like tugmachalarini bosib turing. Xudo xolasa bozor narxidan har doimgidek Fahriddin 700 ming arzoniga qo'yib beramiz. Bugun 700 ming arzoniga. Mana shu bugun 700 ming 800 ming arzoniga chiqarib beramiz. 800 ming arzoniga. 800 ming so'mdan arzoniga chiqarib beramiz. Barakasini bersin, gap yo'q. Aka bugunga nechta qo'yimiz bor? Nechta qo'y chiqarib beramiz? Hop, bugunga Fahriddin 460 ta qo'yimiz bor. Bu yerda turgani hozir 50 bosh bari sovliq. Oktyabr oyiga qo'chqorni shuni tashaversa, mart oyiga bola quchoqlaydigan variantlari. 50 dona akalar, bir pachka sovliqni yarichkalaridan so'ragan akalarimizga sarig'idan deysizmi, qora kashtangidanmi? Mana birortalarda birortasi bu bitta like bosib qo'ying. Lekin aka santimetrga farq qilmaydi qo'zlar. Bu yilgi sezonda birinchisi aka. Birinchisi Fahriddin. Bu yilgi sezon emas, 3 yildan beri shuni ichida yurgan bo'lsak, 3 yilda ichida mana shu birinchisi. Birinchi zo'rlardan. O'zini haqiqiy zo'r Fahriddin. Terib olib kelingan. Olmasangiz ham aka bitta like bosib qo'ying. Yaxshilab e'tibor bering. Dumbalari tik dumba, sifati zo'r. Janavarlar. Aka qachon yetib keldi bular? Bular Fahriddin 3 kun bo'ldi yetib kelganiga. Yetib kelganiga 3 kun bo'ldi. Ichmoqlarini sinovdan o'tkazdik. İchki tashqi parazitlariga vaksinalarni urdirgizdik. Bir qator. Bir qator. Endi bu boradi, xudo xolasa egalarining qo'liga yetib borgandan keyin ham 10 kunga kafolatini beramiz. Egalarining qo'liga borgandan keyin 5 kun, bir haftadan keyin bitta albin dorisini ichkizib qo'yishadi, qo'zi tayyor ketaveradi. Lekin badani zo'r holatda. Bu necha oylikdan aka? Bular Fahriddin 7,5-8 oylik deyishdi. Cho'ponlar. Cho'ponni gap. Endi buni men tepasida bo'lmaganman. 7 oylik pilisga olishsin. 7 oylik akalar pilis. 8 oylik bo'lsa ham, 7 oylik bo'lsa ham pilis minusga akalar olaveradi. Shu, Mana shu bering aka, chiroyli qilib, yungilari olib qo'yilgan, boqishqa tayyor holatda. Hammasi tik dumba ekan, osilgani yo'q. Birorta osilgan dumbasi yo'q Fahriddin. O'zi birorta oylarga qo'chqor qo'ysa ham bo'laveradigan holatda. Asli bo'laveradi. Endi bittaligisini o'tkazib yuborsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Endi oktyabr oyiga tashlaversa, salqinroqda qo'chqorni zo'ridan qo'shib qo'yib, bola olamiz deydi akalarimizga tavsiya qilamiz. 50 ta deydimi aka? 50 bosh berdi Fahriddin. Birinchi o'rinda akalarga san tashlab berasiz. Tepasiga kelib, ustida olamiz deydi akalarimizga. Yana bir qator akalar tavsiya qilaveramiz. Lekin sovliqlarga bittada like bosib, qiziqqan akalarimiz bo'lsa, telefon qilib aka aloqaga chiqing. Lekin qo'ylar zo'r ekan. Aka, narxini qanchadan deymiz bu 50 tani? Fahriddin haligi zo'r qo'zab kelib qo'yibmiz narxini. Yo, lekin haqiqatan oyoq qo'llari uzun, bellari baquvvat. Bilasiz, har safar ham misol uchun-da. Mana uni bir joyga olib. Sifati ham zo'r ekan. Bunda munoqqani ham yo'q ekan. Yo'q, unaqa hali kasal boshqasi yo'q Fahriddin. Xudo xolasa qo'zi sinovdan o'tdi. Janavarlardi. Sarig'i ham, oqi ham, qorasi ham hammasi bir-biridan ko'chat, chiroyli, badani ham zo'r. Qarang, bir xilda standart 50 ta. Zo'radan so'radingizmi aka? Hadeb ham chiqolmaydi. Aka, narxini kelishtirib ayting. Narxini o'zi asli bitta ushlab ko'rsatgani cho'zilib ketdi. Vaqt yo'qda, vaqtida ko'p Fahriddin bilasiz. Xudo xolasa, bitta qilib ham syomka qilib beramiz, boshqa ekran ostida nomerlarga aloqaga chiqishadi. To'liq ma'lumotini yana qaytib berilaveradi bu. Xotirjam. 50 ta zo'ridan. Xudo xolasa buni bir joyga oldim degan obunachilaringizga 5 million 48 4,5 ham yo'q bu. 4,5 ham yo'q. Aytdimmi, bozor narxidan 500-800 ming arzon dedimmi? Men uni bir joyga oldim degan obunachilaringizga otdim. 4 million 300 ming so'mdan распродажа. 4 million 300 ming so'mdan распродажа. 4 million 300 ming so'mdan akalar. Endi like bosib, telefon qilib aka aloqaga chiqmasangiz, bo'lmasa tugab qoladi. Qarang, chunki mayda-chuyda qo'z emas. 7 oylik, 8 oylik plus minus deb aytilyapti. Holati zo'r. 4 million 300 shoshilsin Fahriddin. Faqat shoshilsin. Jijjada. Biz har doim so'raymiz, yengil qo'ysangiz ham. Ozginada. Nech pul? Fahriddin bo'pti hop. 4 million 300 ming so'mdan tanlab olsin. Optimga oldim degan obunachilaringizga 4 million 200 ming so'mdan
barakasini bersin. Yana yüzde o'tib 4 million 200 ming so'mdan olishsin. Endi bo'ldimi bozordan 800 ming arzon bo'ldimi? 5 million qo'yilyapti-da misol uchun. Mayli Eldor arzonchida 800 arzon dedimi? Mana 800 arzon. Endi olishsin mana. Endi olmasangiz aka bo'lmaydi mana 4 million 200 ming so'mdan bo'ynidagi lentalariga aka yaxshilab e'tibor bering. Ishlovlari berib qo'ying. Maza qilib boqasiz aka 4 million 200 ming so'mdan like deb bosing, telefon qilib aloqaga chiqing. Telefon qilsangiz yana 4 million 200 ming so'mdan ham agar 50 ta olamiz deysiz. Telefon qilsin. Voy, ish bitiramiz Fahriddin. Berga kenga to'g'rimi aka? Xudo xolasa shu paytgacha norozi bo'lib ketishgan yo'q. Ishlarni bitiryapmiz telefon qilgan odam. Xudo xolasa bundan keyin ham bitiramiz. Aka endi o'rtasidan bo'lib olishsa 25 tada, 20 tadan. Ketaveradi Fahriddin. Ketaveradimi? Ketaveradi. Aytyapman-ku. Bitta, ikkita, 5 tagacha tanlab olsa 4 million 300 mingdan. Aha. Optimga oldim degan obunachalaringizga 4 million 200 mingdan. Bu degani o'rtasidan shuna qayirib olsam 25 daqiqa 25 tabaqa 4 million 200 dan ketaveradi. 4 million 200 ming so'mdan akalar ketdi. Dastlabkamiz Samarqandgacha. Samarqandgacha qilib beriladi aka. Samarqandgacha Dastlabkamiz yetkazib beramiz. akalar muammosi yo'q. Bu endi birinchi partiyamiz. Aytdik, imkoniyatingiz bormi? Tepasiga kelib, ustida ko'rib savdo qilavering aka. Qo'chqorda vaqt legendalari turibdi. O'tkazishga shoshmay turing. Aziz obunachilar. Hurmatli obunachilar, endi akalar ikkinchi partiyalarimizga, qo'chqorlaridan so'rag'an akalarimizga oyoq qo'llari uzun, suyagi buzuq ekan janavarlarda aka. Fariddin 80 asli qo'ydi bo'yi. 0.75 ga olishaversin. 75 Toza Bishkek qo'yi. Plus minus atrofida Qirg'iziston Bishkekni qo'zi qo'chqorlaridan so'rag'an akalarimizga kashtanglardi, qarang aka. Bellarini, baquvvatligini. Boqsangiz mana bu qo'chqorlar 150 kg, 200 kg rekordni buzadi aka. Xudo xolasa Tirvesga 150-200 kg bo'ladi aytganingizdek. Bo'ylari 1-10 mocha bo'ladi. Ana, hozirgi holatda qo'zi holatida aka 75-80 plus minus atrofida. Qiziqqan akalarimizga bir qator bo'ylarni aytib o'tib ketyapmiz. Lekin akalar mayda-chuyda qo'ymas, qo'zilarni gazi bor. Ishtahasi? Ishtahasi kammayin. Bir qator kammayin. Ha, sinovdan o'tkazdi yemoq ichmoqni. Bundan bag'i egalarning qo'liga borsa ham, xudo xolasa bir hafta emas, 10 kunga yemoq ichmoqga garantiyasi bor. Sarig'i ham ko'p ekan, bir dona olasidan bor ekan. Qolganlari qora kashtang aka qashqalaridan. Bular ham necha oylikdan aka? Bularda yosh oyligi o'sha sovliqlar bilan bir xil, Fahriddin 7 oylikka olishaversin. 7 oylik plus minus. Plus minus atrofida. Minusi yo'q, plusi. 7,5 oylik deb berganda. Ustida bir qara juni yo'q akalar. Olib qo'yilgan. Olib borasiz aka, maza qilib bir hafta 10 kun sinov muddatlari bor. Maza qilib boqaverasiz. Mana sizga aka imkoniyatni zo'ri qo'yiladi. O'dari. Lampochkalari ham katta-katta ekan aka. Fariddin haligi sut qo'zi emas-da. Mayda-chuyda qo'ymas ekan. Misol uchun ko'rgan obunachilaringiz ham qo'yga tushunadiganini bari biladi. Ana. Haligi kichkina qo'ziniki bilasiz. Aka, nechta dedik buni? Soni 50 bosh Fariddin. 50 tasini narxi qanchadan deymiz aka? 50 tasini bir joyga oldim degan obunachilaringizga o'sha sovliqni narxida olishaversin Fariddin. Tortishib o'tirmayman. 42 dan olasiz. Barakasi. Samarqandgacha yetkazib ham beraman. Samarqandgacha akalar yetib ham boradi. Ammo tanlab olishga Fariddin filisi bor, ha? Tanlab olishga. Shuni ham aytib o'taylik, ha. Filis minusi bormi? Bor. Lekin telefon qilishadi, chiroyli. Ha, xudo xolasa, sizni kanalingiz ham misol uchun hali bir marta yo'q. Men mana shu narxdan qo'ydim, senadan o'shandan o'tolmayman deyotgan joyim demagan. Bo'lmaydi. Xudo xolasa bir nima o'tib beramiz. Akalar telefon qilib aloqaga chiqing. Xayri kamiga chiroyli qilib o'tib beriladi. Telefon qilsangiz aka to'liq ma'lumotni telefonda olasiz. Yakkalabga ham yo'lida qilib berasiz aka. Bo'ladi, Fariddin. Yana savdosi bor. Hamma turiga o'ynaveramiz biz. Xudo xolasa ishni bitiramiz. Maqsad qo'y sotishga. Qaygacha olib borib beramiz aka? Samarqandgacha yetkazib beraman Fariddin. Kelishilgan holatda boshqa viloyatlarga ham olib borib berilaveradi. Akalar 3-partiyalarimizga puli yengilidan so'ragan akalarimizga arzonroq varianti. Eldor aka nechta ekan bular? Buni soni Fariddin 35 ta. 35 ta bir pachka. Bari qo'chqor, ha. Bu ham Bishkek. Bishkek. Janavarlar o'zi suyagidan ham aka bilib olsangiz bo'laveradi. Holati zo'r. Yemoq ichmog'i Fariddin 10 kunga garantiyasini beraman. Ichki tashqi parazitlariga vaksinlarni qildirgizib qo'ydim. Demak, olib borishadi. Olib borishadi, shunday boqishaveradi Fariddin. Unaqa haligi boqishga tayyor holatda. Boqishga tayyor. Bug'doy haligi sekin yorma qilib, nima qilib yedirishaveradi. Xudo xolasa boqishga tayyor. Aka 30 ta dedimi? 35 ta Fariddin. 35 ta narxi. Narxini bir joyga olsin. 4 million yakka chiqardim buni argilardi. Ha. Ammo nech puldan beramiz? Buni bir joyga ol. Nech pul arzon? Ha?
ulardanmi 400 ming arzon. 400 ming 3 million 800 ming. 3 million 800 ming so'mdan bir joyga olsin qo'zini. Baragasi bersin. Mana buni qarang, suyagini, yirakligini. Faridda oyoq qo'li zo'r, lekin badani sal ochroq. Sababi dalani vaji Fariddan. To'g'risini aytish kerak. Ha, telefon qilsin, Eldor Arzonchida baribir. Mana hayron qilib beriladi. 4 million so'mni pasida 3 million 800 ming so'mdan. Bitta laytni bosib, telefon qilib aloqaga chiqing. O'ta ham qulay aka. Maza qilib boqasiz. 35 tasi ketdi. 5 ta olsangiz ham, 10 ta olsangiz ham ketaveradi. Sotilaveradi. Voy, bitta olsa ham Samarqandgacha dastlabkasini qilib beraman Fariddan. Ha, bittaga ham Samarqandgacha dastlabkasini qilib beraman. Minisi bo'ladi summasida. Ozmasa aka. Ha, sababiki yo'l kira haq so'raymiz. U qo'ydi ustiga qo'shilmaydi Fariddan. Endi yo'l kirasiga ozmas akalar, telefon qiling, olaman deb siz ishni bitiramiz. To'g'rimi aka? Ha, xudo xolasa voy. Bu so'nggisimi yana bormi? Yo'q, yana bir partiya bor. Hali serob qo'y, narigilarni ham bir ko'rsatib qo'ying, chiqmaydiganlarni ham Fariddan. Akalar, so'nggi partiyamizga puli yengilidan so'ragan akalarimizga arzonroq, qulayroq, maza qilib boqadigan variantni bitta aytib olsang, telefon qiling. Aka, yosh oyliklari qanaqadan? Yosh oyliklari 5-5,5 oylik Fariddan. 5-5,5 oylik atrofida. Soni 20 bosh. 20 dona akalar bir pachka. Hammasi qo'chqor ekan, janoblari aka. Sog'lig'i yo'q. Sog'lig'i yo'q. Aka, telefon qiling. Aka, 20 tani bir joyga olamiz deydi akalarimizga qanchadan? Qisqa va lo'nda qilib narxini aytaylik aka. Fariddan bir joyga oldim degan obunachilaringizga 3 million 600 ming so'mdan olasiz. 3,5 ni. Olasiz 3. Baragasi bersin. Olasiz 3,5. 3 million 500 ming so'mdan aka, kami ham bor. Telefon qiling. 3 million 500 dan o'tib ham berdik. Voy, telefon qilsin, ishni bitiramiz. Eldor Arzonchida hamisha arzon. Eldor Arzonchida akalar bozor narxida yengil qilib chiqarib berishgan. Bergin. Voy, Fariddan, biz qo'yga ko'ngil qo'ymaganmiz. Xalqimiz foyda qilsin. Maza qilib boqing aka. 3 million 500 ming so'mdan kami bor. Bitta laykni tars etib, otangga rahmat Eldor Bek deb telefon qilsa, o'tib beringlar. Voy, qo'limdan bunday ushlasin kelib, Fariddan ushlab turib, mananchidan berasanmi 3,5 dan turolmasdan deysin. O'tib beraman qo'lim o'tgandan. Yakkalakka ham kelishtirib berasiz aka. Yakkalakka ham kelishtirib beramiz. Ammo lekin Samarqandgacha dastlabkasi bor 3 million 500 ming so'mdan, ha? Yakkalakka ozgina yo'l kirasiga yordam qo'yarishadi Fariddan. Shu qo'ydi narxiga qo'shilmaydi. Voy, xayri sunnatiga bir nima o'tiladi. Bugunga shularmi aka? Bugunga shular. Hozir Fariddan ana nimangizni efiringizni o'chirmay turganda YouTube tarmog'iga chiqmayotgan, ya'ni mana vaksinalarni, charchoqlarni chiqarayotgan sinovdan qo'yilamiz ham bitta chiqarib berasiz Fariddan, ha? Bitta.